Endi siz atiga 280 ming so'm pul evaziga bir kun sanatoriyada dam olasiz. Xizmatlari albatta 27 xildan ortiq, uning ichiga mana bunday katta basseyn, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan oltin yulgutli vanna ham kiradi. Buni foydalari esa Buni asosan foydalari tayanch harakat kasalliklariga, bo'g'im, artrit, artroz kasalliklariga foyda qiladi. Terilarni mayinlashtirib beradi, teri tanosil kasalliklariga foyda qiladi, immunitlar ko'tarib beradi, sahrlarni tushirib, davlinalarni pastlatib beradi. Undan tashqari mana bunday asalli bochkalar ham bor ekan. Chunki bu bochkaning foydalari juda ham charchagan akalarimizga soch to'kilishini oldini oladi. Immuniteti pasayib ketgan akalarimizga ham immunitetni ko'tarib beradi. Ortiqcha semizlik, mushaklarning og'riqlarida davo bo'ladi. O'sha narxning ichiga giyohli vanna ham kiradi. Uning foydalari esa yallig'lanishga, shamollashga qarshi kurashadi, og'riqni qoldiruvchi, organizmda moddalar almashuvini yaxshilovchi, terini mayinlashtiruvchi, ortiqcha vazndan xalos bo'luvchi, qon bosimini pasaytiradi. Xullas aytiladigan bo'lsa, juda ham ko'p foydalari bor. Xizmat turlari 27 xildan ortiq, ovqatlari esa 3 mahal shirin ovqat bo'ladi va bunisi esa standart xonalari. Dush, tualet, televizor va yotoq joylari bor. Bunisi lyuks xona, choy ichadigan joyda alohida, yotoqxonasi ham alohida bo'ladi. Bunisi pollyuks xonasi, konditsioneri, televizori, hojatxona, dushi bo'ladi. Yotoq joylarini ko'rishingiz mumkin. Xullas, bu videoni xuddi mana shunday arzonroqqa, mazza qilib dam olaman deydigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.